Assalomu alaykum qadrli YouTube xizmatlari. Efirda Begum Rashidon. Siz bilan Baxti Qoraqosh. Hozir kul olib keldim paqirda. Shu ikkita paqirda olib keldim. Mana bu ikkilik setkamiz bor bize. G'alvir deydi. Görünüşde g'alvirlaydi-yu. Mana shu g'alvirdan buni men o'tkazdim. Mana musorlari. Endi buni qarang, ekishda ko'rsataman, hali solinadi. Bir kasasini 10 litr suvga 9% 200 gram uksus bilan tayyorlab qo'yamiz. Bugun ko'chat ekilsa kechki payt, ertaga emas, indinga kechki payt yana o'sha nima deydi? Bu kaliy bilan kalsiy bo'ladi. Fosfor bilan kalsiy bo'ladi. O'sha tayyorlaymiz. Buni quyib chiqamiz yana tomirlaridan ko'chatlarga. Bugun ekishda drojali suv tayyorlayman men hozir hali. Obeddan keyin tayyorlayman, demakki uni muddati 4 soat, 4 soat 5 soatdan keyin o'sha suvga aralashtirib quyish kerak. O'shaning uchun o'sha ekish payti endi qattiq bir shomdan keyin soat 7 dan keyin ekiladigan bo'lsa, o'shanga qarab turib 7 dan keyin 8 ga quyiladigan bo'lsa 5 soat oldin soat 3 larda 4 larda drojani tayyorlab qo'yaman. Uni ham video qilib ko'rsataman. Videosi bor, endi baribir kimlardir topolmayapmiz deydi, shuni ko'rsatib qo'yaman birla. Kulni ham qanaqa qilib nima qilishlarini yana bir video qilib qo'yib beraman sizlarga. Так что bu derevesniy zol, nima deydi? O'tinni kuli. Ko'mir emas. Buni ahamiyat qilib beringlar. Ko'mirdiki emas, o'tinni kuli. Sog' bo'linglar, like bosib davomini ko'ringlar. Пока.